voyaga yetmagan bolalarga ya'ni mo'shni berishgan. Qo'llaringizga ehtiyot bo'linglar. 120 tezlikda tormozdan ishlamay qolib, hozirda mana endi biz ota-onalar jabrini tortib o'tiramiz bu yerda. To'g'ri ish qilgandim, bega buloq kelmasdim. Qaytib bu xato qilmayman. Bu oddiy hodisa emas, bu ogohlantiruvchi signal. So'nggi paytlarda voyaga yetmaganlar tomonidan avtomobil boshqarilishi va ularga transport vositasini ijaraga berilishi kabi holatlar ko'payib bormoqda. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan hududlarda, maktablarda, mahallalarda ogohlikka chaqiruvchi targ'ibotlar har kuni o'tkazib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari ochiq-oshkora ko'rsatilmoqda. Ammo hamon o'zgalar hayotini xavfga qo'yib, avtomashinasini bolalarga pul evaziga ijaraga beruvchilar va bolalarning qayerda nima bilan mashg'ul ekanligidan bexabar ota-onalar yetarli xulosa olishmayapti. Joriy yilning 15-aprel kuni Yangi Namangan tumanidagi 70-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 2 nafar 8-sinf o'quvchilari Telegramdagi avtomashina ijaraga berish bilan shug'ullanadigan guruhdan 1 million so'm evaziga Spark rusumli transport vositasini 8 soatga ijaraga olib, uni boshqarib ketayotgan vaqtida tezlikni me'yordan oshirishi natijasida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi beton to'siqqa borib urilgan. Hodisa oqibatida bolalar turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Eng achinarlisi, ushbu bolalar tahsil oladigan maktabda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan muhokama yig'ilishi o'tkazilgan edi. Aynan shu bolalarning voyaga yetmagan holda avtomashina boshqargani uchun ota-onalari, ustozlari, mas'ullar ogohlikka chaqirilgan edi. Bolaning tegishli xulosa chiqarmagani uni halokatga yetakladi. 120 tezlikda tormozdan ishlamay qolib, betonga urildim. Bolalarga avtomashinani ijaraga bergan shaxs to'g'risida olib borilgan surishtiruv ishlarida uning o'zi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagani, avtomashinani joriy yilning 12-aprel kuni Toshkent shahrida yashovchi fuqarodan sotib olgani ma'lum bo'ldi. Yaxshi niyatda olingan avtomashina yaxshi kunlarga xizmat qiladi. Buni qarangki, bu yigitning avtomashinani voyaga yetmaganlarga ijaraga berish maqsadini ko'zlab qilgan harakati endi o'ziga ham qimmatga tushdi. 2010-yilda tug'ilgan bolalarga 15-aprel kuni soat 11larda berdim. 12:30larida moshina avariya bo'ldi. Ulardan men 1 million so'm pul evaziga 8 soatga moshinani berdim. Ular hozir banisada. Qilganimdan pushaymonman. Manadan uzr so'rab qolaman. Qaytib bu xato qilmayman. Ota-onam men yuzini yerga qaratdi. Qaytib bu xato qilmayman. Sizlarga ham tavsiya bermayman. Men o'g'lim ijaraga mashina berganiga yosh bolalarga halokatga uchrabdi. Shuning ota-onalardan shulardan uzr so'rayman. Qo'llaringizga ehtiyot bo'linglar. Befarq qilmanglar. Kechiringlar. Nazorat qilish bilmadimi? O'g'limiz bunaqa qilib qoldimi? Deb bilmadim endi. Bundan ko'ra gap o'lgani yaxshi. To'g'ri ish qilgandim, bega buloq kelmasdim. Shu yerda yana bir savol tug'iladi. 8-sinf bolalar 1 million so'm pulni qayerdan olishdi? Nega ular maktabga bormadi? Biz bu kabi holatlar bo'yicha video materiallar tayyorlash chog'ida ota-onalarning aksariyatidan bir xil javob olamiz. Men tirikchilik qilyapman. Lekin bu tirikchilik fonida farzandlar nazoratsiz qolmoqda, ta'limdan uzilmoqda. Ularni vaqtida nazorat qilinmasa, bolalar ko'chalardan, ijtimoiy tarmoqlardan yoki shubhali do'stlardan tarbiya ola boshlaydi. Ota-onaning kechikkan e'tibori bolasining fojiasiga sabab bo'lishi mumkin. 1 million so'm pulni qayerdan olding? Ishxonadan. Ishxonadan? Bu kimning ishxonasi? Dadam. Dadangiz bildilarmi? Yo'q. Yo'q. Hozirda mana endi biz ota-onalar jabrini tortib o'tiramiz bu yerda. Qancha ota-onalar o'z Namangan viloyatida xuddi shunaqa tadbirkorlar orqasidan aziyat chekdi. Vijdonni sotmasdan bir qallan ishlatib ish qilayni. Ota-onalarga jabr qilmani bizga. Biz bularning orqasidan pasani poylab yurolmaymiz. Bular telefonda shunaqa kanal kirsa, sizlar taklif qilib tursani, bular telefonni pasani tekshirishga bizning qurbimiz yetmaydi, aqlimiz yetmaydi. O'zimiz ishimiz bor, bola chaqani boqish bor, ish ro'zg'or bor. Sizlar mana yerda azimaga oson pul topaman deb bularga mo'shani berasizlar, bular avariya bo'lib o'lib ketgani qancha. Hozir mana yerda 15 kundan beri komada yotgani bor ekan bitta. Xuddi shunaqa avariya bo'lib.
Xayriyatki, bolalar jiddiy jarohat olishmagan. Ammo bu mavzuga ota-onalardan befarq qaramasliklarini, voyaga yetmagan farzandlarining harakatlarini nazoratdan qochirmasliklarini so'raymiz. Pul evaziga avtomashinani ijaraga berayotgan shaxslar esa bu harakatlari bilan oson daromad topish ilinjida bolalarni xavfga solayotganini, ularning bu qilmishi shunchaki huquqbuzarlik emas, inson hayotiga suiqasd qilish bilan teng ekanligini anglab yetishlari uchun yana qancha voyaga yetmaganlar avtohalokatlarning qurboni bo'lishi kerak, yana qancha bolalar nogiron bo'lib qolishi kerak, yana qancha ota-onalar farzandidan erta judo bo'lishi kerak. Go'daklarga ijaraga mashina berayotganda nahotki vijdoningizga savol bermaysiz? Bolalardan olgan pullaringiz sizga halolmi? Kimnidir oilasining musibati evaziga kelayotgan pullar bilan farzandingizni boqyapsizmi? Ro'zg'or tebratyapsizmi? Qing'ir ishlaringiz kun kelib boshingizga to'qmoq bo'lishidan qo'rqing. Avtohalokat sabab bolasidan judo bo'layotgan ota-onalarning qarg'ishidan qo'rqing.